历史和事实表明，这几个国家想当人权教师爷，但他们根本不配。如果他要摆出一副人权教师爷或者民主优越这种姿态，居高临下的来教训中国，甚至基于谣言和谎言来干涉中国内政，甚至横加制裁的话，那对不起，我们只能礼尚往来。 Xitoy G'arb ellərdəki Uyğurlarni qollagan siyasiyon və organlarga jazo e'lon qilgandan keyin Amerika, Angliya və Kanadaning yuqori darajadagi hukumat arboblari orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Xitoyning asossiz embargo tadbirlarini aybladi va Xitoy nishonga olgan organ ham shaxslar bilan bir safda turadiganligini bildirdi. Oldingi hafta Amerika, Kanada, Angliya va Yevropa ittifoqi hamkorlashib Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga chetishlik Uyg'ur avtonom rayonlik jihi nazoratining naziri Chim Mingo qatorliq 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo tadbirlarini e'lon qilgan. Xitoymi G'arb ellarining bu jazo tadbirlariga o'ch elish xarakterlik inkos qaytirib, mazkur ellardagi nopuzliq parlament a'zolari, siyosiyon, bir qism tadqiqotchi va tadqiqot organlariga embargo e'lon qilganligini bildirdi. Bularning orasida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Gali Manchin, Maun raisi Tony Prinks, Kanada parlamentining a'zosi Michael Chong, Angliyaning Ian Duncan Smith, Helena Kennedy qatorliq parlament a'zolari, Angliya Yangi Castle universitetining professori Joanna Smith xonim va yana Yevropa parlamentining Reinhard Bütikofer qatorliq 5 nafar a'zosi bor edi. 27 mart kuni Xitoyning mazkur embargosiga inkos qaytargan Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning bu tadbirlarini asossiz deb aybladi. U mundaq dedi: Amerika Xitoy Xalq Jamhuriyatining Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining 2 komissariga yurgizgan asossiz embargosini ayblaydi. Aniqki, bular Amerikaning Xinjiangdagi kishilik huquq buzg'unchiligiga chetishlik Xitoy amaldorlariga yurgizgan jazosidan o'ch ilish uchun yurgizilgan. Shu asnoda Angliya bosh vaziri Boris Johnsonmi Xitoyning jazo tizimligiga kirgizilgan parlament a'zolari bilan ko'rishib, ular bilan bir safda turadiganligini bildirdi. U 27 mart bu vaqt e'lon qilgan Twitter uchurida mundaq dedi: "Bugun atiganda men Uyg'ur musulmonlariga qartilgan ig'ir kishilik huquq dafsanchiligini oshkorlagan bir qism kishilar bilan suhbatlashdim. Men ular va Xitoy embargo qo'ygan boshqa Angliya fuqarolari bilan qat'iy bir safda turaman." Kanada bosh ministri Justin Trudeau 27 mart e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Kanada parlament a'zosi qaratgan embargosini qabul qilishga bo'lmaydigan qilmish deb atadi va kishilik huquqni himoya qilishni izchil davomlashtiradiganligini bildirdi. Xitoy embargo e'lon qilgan Kanada parlamentining o'qitish partiya a'zosi Michael Chong Kanada hukumatini Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga chaqirgan va Kanada parlamentida bu vaqtdagi bir qaror loyihasining e'linishida asosli rol o'ynagan shaxslarning biri edi.